Selamünaleyküm barlıq qarındaşlar. Bugün mən sizlərin yeni yıllarını təbrikləyiş. Bütün imza tuşdu, nəhayət xoş oldum. Tuş iş getibdi. Mən sözlüklə 2 gün oldu. Şunun aldı da 34 minti. Toşmay qalam ki deb ənsirgən. Bulup bunun da Orta Asiyadakı Uyğur rayon, Talğar, Qalca, Çonca, Yerkət, Almatı, Sultan Qorğan, barlıq məhəllələr hərəkət ketibdi. Əşədə bizning dostlarımız, ben ismini atay degandim, meni ismimni atmışlar deganlik uchun bir nechasinin ismini atmayman. Shundaq bu imzo uchun qattiq harakat qildi. Hem Germaniyadagi, hem Yevropadagi farzandlarimiz, hem Turkiyadagi farzandlarimiz, hatta Amerika, Kanadaladimi bu ish to'g'riliq o'rnidan dasturib imzoni to'shqizib oshiribdi. Rahmat sizlarga. Lekin biz bunun bilan to'xtab qolmaymiz. Magnitskiy qonunni Germaniya uni ma'qullashi mumkin. Oldimizda biz kongressdan o'tdik. O'zinglar ko'rdinglar, san'atdan texib o'tmadi. San'at bor. Mush kongressdan o'tkicha hemen tünügün Kaliforniyadagi Mevlan'ın ayoli Bahargul shundaq kongress xat yozdi degan Kanada deb qo'yibdimi, buni kechirim so'rayman, mana almashtiribman dey. Ama şu Bahargul'a o'xshagan boshqa barliq qizlarimiz, o'g'illarimiz mush kongresslarga kelib, san'atlarga kelib, mush qonunninki kongressdan o'tish uchun tirishchanlik ko'rsatgan barliq tashkilotlar, shaxslar. Endi bu haqiqatan biz taqdirlaymiz. Şu oldingi sapda mengayotganlarni, rasm chiqarayotganlarni, o'zini boshqalarni boshlayotganlarni, o'zimnimi shuni bilan qo'shib hammamiz bundaq qilishga tegishli deb qaraymiz, qilyapmiz. Shundaq sapning bo'lishi kerak. Biroq buni mushu sapni chingitadigan nima deganda kollektivlashish, kollektivizm. Mushu sapni chingitadigan narsa mushunda kollektiv xalq harakatiga o'tish, xalq harakatga kelish. Muş vaqtida andikin oldingi mong'ollarning kuchi bo'ladi. Bo'lmasa xalq harakatga o'tmasa, o 4 tal odam, 5 tal odam unda qilib qo'yganga bu ish to'ymaydi. Bu qitim mush Amerikaning qonundan o'tishi, biz Badık CC'ge Ömer'de elip berip muş kanun ma'qullash to'g'riliq burunqi materialni topshirdim. CC topshirib oldi. Amerika Kongresining Xitoy komitetleri, Kristof Smitlar bilan, Marko Rubio'ning ishxonalari bilan ularni ko'rishdi, bizmi ko'rishdik. Xalq mubadi, xalq yuzlab Uyg'ur Amerika uyushmasining a'zolari yuzlab, 200lab, 300lab badi. Shtatdagi xonimlar, shtatdagi yoshlar mushu xat yozdi, harakat qildi. Mushundaq faoliyatlar olib berilyapti. Bo'libmi mana shu Pirqat degan balimizni deylik hozir. Pirqatning onasi bizni Xitoy yolg'onchi chiqarmoqchi bo'layotgan vaqtda dal shu paytda Xitoyning atti beshirisini cho'kib, vatanning ichida turib, o'zining palasini shu yo'l qo'yib, o'zining jinini tutib berib turib, hamma ishni pash qildi. Bizning xalqimiz vatan ichi teshida harakat qilyapti qarindoshlar. Shuning uchun bu qonun kongressdan 100% ovoz bilan o'tdi. Unda ish bo'lmaydi odatda. Yerimiz jiqra oran ko'tariladi. Xalq harakati, xalqning kollektiv harakati bo'lganligi uchun. Bu xalqda ovoz chiqar ekan deb, andikin oldingi sapda mengayotganlarni e'tirof qildi. Oldingi sapda mengayotganlar xalq oqida bo'lmasa e'tirof qilmaydi. Davlatlar ham e'tirof qilmaydi. Meni e'tirof qilmaydi agar sizlar mening oqimda bo'lmasanglar. Shuning uchun mushu harakatinglar mana to'shqizibdi. Endi oldimizdagi yilda mana san'atdan o'tish uchun yana ishtatdagi qizlarimning, o'g'illarimning, yoshlarımızning mushu o'zi turayotgan san'atlarga xat yozib, ular bilan aloqalashib, mushuning ishtik imzosini o'tkazib, mushu bir oy ichida o'tib ketishni talab qilishinglarni umid qilaman. Bu o'tib bo'lgandan keyin uning oxirida yana boshqa ishlar bor. Biz uning uchun mangamiz. Xudoyim bursa, mush 2020-yilda lagerni taqib, vatanimizni qo'limizga elish uchun kurash qilamiz. Nemishqa qarindoshlar, mustaqillik, kishilik huquq degan bir talash tortishni qilmasanglar. Kishilik huquqni o'z yo'li bilan mangayverdi. Biz vatanimizni mustaqil qilmoqdan boshqa bizda yo'l yo'q. Davlatimizni asliga akamakdan boshqa yo'l yo'q. Bu yo'lni bizdan burun avval Xitoy o'zi tanladi. Sizlar ma'noga o'yg'ininglar, siyosatchilar,
Xalq bir narsani bilib olinglar. Buni hozir sizlar talab qilmaysizlar, sizlardan Xitoy talab qilyapti. Agar sen vataningni mendan olmasang, qaytarib olmasang, men seni o'ldirib o'taman dedi. Ölüm cezası hüküm kıldı. Millet buluş süptimiz bilen bir Uygur milletiga bütünlay ölüm cezası hüküm kıldı. Bizde Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar var davatımız. Lekin ulanın dövleti var. Qaytıp çıkitalaydı. Ular kutulduralaydı. Biz ne varımız? Biz Allah'ın aldığı, mana muşu bütün dünyadaki insanperverlerinin aldığı varımız. Biz jitim bala. Dövlətimiz kolumuzga erkenmigiçe, üyümüzde almıgiçe, anımız bilen dadımızda tepip aldığı bağmıgiçe biz jitim bala. Şu an Xitayning hükümünü siz şunda qarsanlar buludu ki, ya sen Xitayga bütünlay özgürüp Uygur degan millet yok sen, ya bo'lmasa men seni o'ltirib tugitman, ya bo'lmasa dövlətingni qulonga qaytarib oldi. Bölgünçilikni qildi deb bizga terrorist bölgünçisi ondan qo'rqib ketmanglar, biz terrorist emas, bölgünçi emas. Biz qanday bölgünçi olamiz? Xitoy besib olg'ichi, biz o'zimizning dövlətimizdan qaytarib olg'ichi. Biz Xitoyning bir ishini bir parchalaymiz, bo'lib o'timiz deganimiz yo'q. Aralashmaymiz biz Xitoyning ishlariga. Faqat bizni sen o'ltiraman deganliging uchun sen bilan biz yaxshi yashab baqayli dedik. Sen unimiding? O'ltiraman seni dedim. Shuning uchun biz dövlətimizni olmasak o'lab ketadi ekanmiz deymiz. Umi bizdan xafalanmaydi, xalqaro bizni to'g'ri tushunadi. Shuningga bizga bu hukm qilingan o'lim jazosi dövlətimizni qaytarib qo'limizga ilish bilan qutulup qalalaymiz. Anından başka yol yok. Lekin kişilik hukuk meselesi, demokratiya erkinlik meselesi, hazır lagerini kutulduruş meselesi bu tahirsiz mesele. Bunu hal qilmay bo'lmaydi. Bunun uchun bu mangmay bo'lmaydi. Bunda degan adamlarni eyib qilsanglar bo'lmaydi. O kişilik hukuk degan lagerini kutul. Ular o'zining deyarligincha desin. Biz xalq biz sistemli qilib bir ovoz bo'lib ittifoqlashib turib chechilib ketgan hamma narsani bir yerga ekib turib, xalqaro e'tirof qildigan bir imkoniyatni o'rniga qo'yib, anından keyin ma davlatni biz aslimizga ekanmasak bo'lmaydi deb planimizni ochiqsak, dunyo e'tirof qilsa, dunyo ma odamlar mani qila oladi ekan desa, andan keyin biz davlatimizni asliga kelamiz. Biz faqat Sharqiy Turkistonni, ya'ni Uyg'uristonni asliga akilib, davlatning qo'liga olmaguncha biz hayot qilmaymiz. Hayotlikdan umid kutish mumkin emas. Shuni mushuningdan xabaringlar bo'lib qolsin. Rahmat sizlarga.